Muhtaram azizlar, bu dunyodagi har bir musulmon kishi oila qurishligi o'ta zarur sunnati payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan bo'lgan amallardan hisoblanadi. Demak, albatta har bir oila qurgandan keyin erkak kishining o'ziga yarasha mas'uliyati bo'ladi va ayol kishining ham o'ziga yarasha mas'uliyatlari bo'ladi. Demak, bu oilada erkak kishi ham, ayol kishi ham o'zining vazifalarini, mas'uliyatlarini chin qalbidan, ixlos bilan bajarsa, bu oila inshaalloh mustahkam bo'ladi. Oilani bardavom bo'lishlik uchun albatta ayol kishi ham, erkak kishi ham o'zining mas'uliyatini chin dildan bajarishlikka harakat qilishligi kerak bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollarimizni ba'zi bir vazifalari to'g'risida shunday marhamat qilib aytadilarki, qaysi bir ayoliki agar 5 vaqt namozini o'qisa va Ramazon oyi kelgandan keyin Ramazon ro'zasini tutsa, o'zini harom ishlardan saqlasa va eriga yaxshilab itoat qiladigan bo'lsa, jannatni xohlagan eshigidan kiradi deb payg'ambar alayhisolatu vasallam marhamat qiladilar. Demak, ayollarimiz mana shu yuqorida aytilgan muborak hadislariga chin dildan, ixlos bilan amal qiladigan bo'lsa, inshaalloh ularni oxiratlari namunali, chiroyli, go'zal hayotda Alloh beradi. Bu jamiyatda albatta xoh erkak kishi bo'lsin, xoh ayol kishi bo'lsin, albatta Alloh taolo bergan umrimiz nihoyasiga yetgandan keyin bu dunyoni tashlab Allohning huzuriga har birimiz boramiz. Muborak hadislarda shunday kelinadiki, qaysi bir ayoliki bu dunyodan o'tsa-yu, eri agar shu ayolidan roziman deb turib, agar roziligini beradigan bo'lsa, bu ayol kishi ham albatta jannatga kiradi inshaalloh. Endi bu ayol kishining ozgina mas'uliyatlari to'g'risida edi, lekin albatta ayol kishining mas'uliyati bilan barobarida biz erkaklarni ham o'zimizga yarasha mas'uliyatimiz kattaroq bo'ladi. Chunki har bir erkak kishi oilani boshlig'i bo'ladi, oilani rahbari bo'ladi. Uning farzandlari to'g'risida, o'zining jufti haloli to'g'risida qayg'urishligi va ularni haloldan topib kelib yedirmoqligi albatta zarur bo'ladi. Bu to'g'risida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan albatta ayollarning oldidagi qanday vazifalarimiz bor deb so'rashganda, janob payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunday javob beradilar. Qachonki sen taomlansang, uni ham taomlantirasan. Qachonki kiyinsang, uni ham kiyintirasan. Uni yuziga urmagin va uni qabih so'zlar bilan haqorat qilmagin deb payg'ambar alayhisalom bizlarni shu ayollarimiz oldidagi ba'zi bir vazifalarimizni aytib berdilar. Ulamolar aytadilarki, qaysi bir ayol eki deydilar, agar eri uni faqirroq bo'lsa, ya'ni kambag'alroq bo'lsa yoki uning eri xunuqroq bo'lsa, ayol kishi unga chidashligi mumkin ekan. Lekin agar ayol kishining eri xulqi yomon bo'ladigan bo'lsa, ayollar bu xulqi yomon erkakka chida olmaydi deb turib tavsiyalarni bergan ekan. Mana shuning uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam marhamat qilib aytadilarki, sizlarning eng yaxshilaringiz ayolingizga nisbatan yaxshi munosabatda bo'lganingiz deb turib siz bizlarga ta'lim beradilar. Albatta har bir erkak kishi bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, o'zini oldidagi vazifalarni, burchlarni chin dildan savob umidida bajarsa, inshaalloh Alloh taborak va taolo bu oilani mustahkam qiladi. Alloh taborak va taolo barchalarimizni oilamizni tinch qilsin, farzandlarimizni rohatini ko'rib, albatta o'zimizni ustimizdagi vazifalarimizni chin dildan ixlos bilan ado etishligini hammalarimizga Alloh nasib aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.